Ko'zga yetadi qaltirar tanam, tush bashorat qiladi yana, manzara ko'rsatadi sanni, yakuni zo'r tugasa xannam. Qo'rquvdan oqaradi sochi, inson bo'lsa shunchalar ojiz, uyg'onishga bo'lsa iloji, ko'z ochilib xotira qochar. Nafs chap tomonab qochadi, zapret nazariga ko'zlarini ochadi. Asta intilasa ko'nikasa qasdan izlanasa qoniqasan, lol qoldiradi yo'q aqlida nozadi. Har kim sakaladi xumorini bosadi, har kim so'ylar kelajagim tozadi, lekin bor ekanki nafs yo'llarini to'sadi. Kelajakka qaraganda hisob chiqarmikin yuragingda, sana tashvishlar yana mishmishlar, asab to'lalaringni yana tishlar. Kun o'tib borib asta o'zgarishga to'borajam, sarosima sarmada qadamlab borib, bugun kimsan u, ertaga kim bo'lasan u, negadir bo'loqlab parasotda qolasan u. Kimlarga ko'rinamaksan, amalingni ko'rinadi ko'rdi aksi, ko'p odam ko'zlari ko'rdi maksimal, hayotida ko'rishadi nafsi raqsin. Hayoting achinarlimi aychi, qilmishingga hayot bersa zdachi, san nimalardan rozimassan, bu hayot to'g'riqa rozimassan. Yashagan saning o'zgarib hayot, har kuni sur foydali xayol, bosgan qadaming bir tomonli, beradigan javobing savolli. Kimlarga hayotini maqta, 5 tomonda qavatlab paxta, bu hayot adolat tarafda, buni tushunmaganlar kerakdir. Hamma bilan do'st bo'lishingmi yoki bari dushman bo'lishingmi, bular bari befoyda, ishon, hamma inson kutadi inson bo'lishingni. Umring o'tib boradi asta, kamayib boradi kullaza pasta, nafsing asl joyi qafasda, shukurda bo'l har bitta nafasda. Hammaga qiyin bu hayotda, hamma ham bu hayotda nashriyotda, hisob kitobli odam bo'lishing, bari natijasi balkida boy bo'lishing. Qalbsiz harakat ayradi hurmatdan, ko'plab odam yashab o'tadi g'urbatda, muomalasi zo'rga qarashadi hurmatda, muomalasi yo'qga aytishadi surbatdan. Bular hayot qoidalari, salam bil qoidalar foydalarin, ko'chani sarson odamlari ko'p, qara qoidalar kerakli joyda bari. Umring o'tib boradi asta, kamayib boradi kullaza pasta, nafsing asl joyi qafasda, shukurda bo'l har bitta nafasda. Yashagan saning o'zgarib hayot, har kuni sur foydali xayol, bosgan qadaming bir tomonli, beradigan javobing savolli. Kimlarga hayotini maqta, 5 tomonda qavatlab paxta, bu hayot adolat tarafda, buni tushunmaganlar kerakdir.